Qayerdansiz? Xitoydan. Agar vataningizga borsam, qaysi taomni yeyishimni tavsiya qilasiz? Xitoy taomini. Agar vataningizga bormoqchi bo'lsam, eng yaxshi vaqt qaysi vaqt? Tushlik vaqti. Nima ish bilan band bo'lishni yaxshi ko'rasiz? Senga uxlash yoqadi. Bo'sh vaqtingizda nima qilasiz? Bo'sh vaqtimda faqat uxlayman. Velosipedning qanday afzalliklari bor? Mashina bilan solishtirganda. Velosipedni o'g'irlash oson. Keling, ichimlik haqida gaplashamiz. Mamlakatingizda qaysi ichimlik mashhur? Suv. Xo'p, odamlar nima aytishadi maxsus bayramlarda? Issiq suv. Keling, tarix haqida gaplashaylik. 1896-yilda nima tugadi? 1895 tugadi. Sizning qahramoningiz kim? Mening otam. Nega uni qahramon deb hisoblaysiz? U hech narsadan qo'rqmaydi. Sizning qahramoningiz qo'rqqan narsa bormi? Mening onam. Mening onam.